Bugun mana 18-iyun, ertalabdan Toshkentda yomg'ir yog'ib, havo o'zgarayotgan bo'lsa ham, tovuqlarimiz tuxum qo'yib tashlagan, ko'rishingiz mumkin. Qo'limda narigi xonadondan terib olganlarim, qora sabzavot zotli tovuqlar. Ko'pchilikda havo o'zgarganda yoki yoz kelishida tovuqlar tuxumlar to'xtab qoladi. Bu yerda mana tovuqlar yerga tuxumlarni qo'yib tashlagan. Tovuqxonada qanday turgan bo'lsa shunaqa yo'qman. Yerga qo'yganing sababi mana idishi sal kirroq bo'lib qolsa, tuxum qo'yishni yerga ko'chiradi bular. Va berayotgan ovqatimiz shunchaki yaxshiki, vitaminli bo'lgani uchun yerda yotgan tuxumga qaramaydi ham, tovuqlar yeb qo'ymaydi. Qora sabzavot zotli tovuqlarimiz ko'rishingiz mumkin. Videoni oxirigacha ko'rib tursanglar, nima berishimizni hammasini ko'rsatib o'tib ketamiz. Videoni oxirigacha ko'rib turinglar, foydali bo'ladi xudo xolasa. Hammasini ko'rsatib o'tib ketamiz. Mana tovuqlarning tuxumini ham terib tashqariga olib chiqib oldik. Bular obedgacha qo'ygani, obeddan keyin yana tuxum qo'yadi tovuqlarimiz, ya'ni hammasi qo'yib bo'lmagan hali. Hop, beriladigan ovqat chegiladigan bo'lsa, mana hozir bu yerda ham turibdi. Biz hozir buni ustiga yana beramiz, sababi bu yerda terib saralab yeb olgan. Mana bu yerda yana space ko'rim, maxsus ko'rim, Yekota zavodining maxsus tovuqlar tuxum qo'yadigan tovuqlar uchun chiqarilgan ko'rmi. Aynan o'sha zavod emas, yemxonadagi mana shunaqa yemlardan bersanglar yaxshi bo'ladi. Bularning ichida ancha kerakli vitaminlar hammasi bo'ladi, ratsion bilan tayyorlangan yem bo'ladi va bunga jo'xori bug'doy aralashtiramiz. Hozir bu aralashtirmasdan videoda yaxshi ko'rinish chiqib qo'ygan edim. Aralashtirib turib, unga ozgina suv qo'shib, ivitib, keyin beramiz. Berilganini hammasini ko'rsatib o'tib ketamiz. Va mana beradigan yemimizni, ya'ni jo'xori bug'doy va o'sha tuxum qo'yadigan tovuqlar uchun chiqarilgan maxsus yemni aralashtirib, ozgina suvga ham aralashtirib qo'ydik. Ja quruq bo'lib qolsa, tovuqlar yemaydi. O'shaning uchun ozgina suvga aralashtirib qo'yamiz. Endi buni tovuqlarimizga beraveramiz. Va mana tovuqlarimiz hammasiga donni berib qo'ydik. Ko'rishingiz mumkin, sekin-sekin yeyishni boshladi. Hozir men bu yerda turganim uchun ham ko'pi yomayapti, qo'rqyapti. Va bu tuxum eslatib o'tamiz, kechiga qolgan yemdan o'shani yeb qo'ygan tuxumi o'zim ozgina shomollab qolganim uchun kechib ketib qoldi, don berilishi. Ertalab voqli beriladigan bo'lsa, bu natija yana ham yuqoriroq bo'ladi. Shuni ham aytib o'tib ketamiz. Va qo'shimchasiga uydan chiqqan po'choqlar, o'sha sabzavot, mevalarning po'choqlarini qafas ichiga berilsa yaxshi edi va men tashqariga berilganda tashqariga tushib ketib qolishi mumkin po'choqlar. Katta bo'lganligi uchun shuncha qafas ichiga beramiz. Ularning ham videosini qo'yib ketamiz. Bemalol ko'rishingiz mumkin. Mana har bittasini ichiga kirib qafaslarga berib chiqamiz po'choqlarni. Kanalga obuna bo'lib qo'yishingizdan chiqazmanglar. Video foydali bo'lgan bo'lsa, videoni parranda ishqibozlarga jo'natib qo'yinglar. Kimga agar shunaqa zotli tovuqlarni jo'jalari kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol ekranda nomerlarga aloqaga chiqishingiz mumkin. Xayr, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Videoga like bosib qo'yishingizdan chiqazmanglar.